to'p tepsa bo'ldi, to'p tepsa bo'ldi. Real bizga faqat sabr qilishni o'rgatyapti, xolos. Lekin men sabrli bo'la olmayman o'quvchilarimga kelganda. Do'stlar, shunaqa toifadagi o'quvchilar bo'ladi, kursga boradi, onlaynmi, offlaynmi, o'quv markaziga boradi. Har oy borib, har oy to'lovni qilib yuradi, lekin umuman o'qimaydi. Bemaqsad ular, maqsadi yo'qmi? Hayron qolaman. O'qimaydi, lekin borib turadi. Har doim boradi. Onlaynda ham xuddi shunaqa. Darslarga olib turadi, qatnashadi, lekin umuman harakati yo'q. Bemaqsad. Ular faqat pul bilan vaqtni behuda sarflaydigan odamlarda ular. Hayron qolaman. Na pulni o'ylaydi, na vaqtni o'ylaydi. Real Madrid komandasiga o'xshaydi. Real ham hozir na pulni o'ylaydi, na vaqtni o'ylaydi. Farqi yo'q. Ular to'p tepsa bo'ldi, to'p tepsa bo'ldi. Bu ba'zi bir o'quvchilarim xuddi shunaqada. Yursa bo'ldi. Endi ikkilasini farqi bor-da, buni o'ylab qarasak. Birinchidan, o'quvchilar endi pulni ota-onasi ishlab topyapti. 2 kishi mehnat qiladi, nari borsa, atak endi u Realni Realga taqqoslab endi harakat qilish kerak emas-da. U Real endi uni boshida, tepasida katta kallalar bor uni. Visol bilan hijron, baxt bilan qayg'u